Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Aziz musulmonlar, sizlarga Alloh taoloni hidoyatlari bo'lsin. Alloh taolo o'zigagina sajda qilib yurgan mo'min musulmonlarga assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Endi maqsad shu islom ummatiga qanday desam, bu vasiyat emas, bir yo maslahat emas, lekin bir aytib qo'yishlik bir qarzimiz bu. Alloh taolo bizga ham shu hidoyatni beribdi. Biz shu bizga berilgan shu omonatni sizlarga ham bir aytib yetkazib qo'yishlik bizi bir maqsad, qarzimiz, bir ilmni bir yaxshi ko'rganligimiz uchun sizlarga aytib qo'ymoqchiman. Allohdan haqiqiy taqvo qilinglar. Alloh taolodan qo'rqib, Alloh subhanahu va taoloning o'zigagina ibodat qilishlikni Allohdan so'rab qolaman. Barcha mu'minlarga kirib kelayotgan Eid Qurbon Hayit bayrami bilan hammalarini tabriklayman. Allohning yo'lida Alloh bergan ne'matlariga shukr qilib yashashlikni Alloh taolo hammamizga sabr toqat bersin. O'zini dini yo'lida moli joni bilan xizmat qilib yurganlarni Alloh taolo o'zini va'da qilgan jannatlariga kirgizsin, nasib qilsin. Biz ham shu niyatda Alloh taoloning yo'lida qoqilmasdan, yiqilmasdan Alloh taoloni fazli karamini ko'rishlikni niyat qildik. Alloh taoloni o'zi himoyasida ko'rishlikni nasib qilsin. Alloh taolo o'zini yo'lida adashtirib qo'ymasin. Haqiqiy musulmon, haqiqiy taqvo qiladigan mo'min musulmonlardan qilsin. Shuni aytib qo'ymoqchimanki, o'zimni ahlimdan bo'lganlarga, o'zim ahillarimga, qarindosh urug'larimga shu narsani aytib qo'ymoqchimanki, Allohdan haqiqiy taqvo qilishsin. Faqatgina Alloh taoloning o'zigagina ibodat qilishsin. Faqatgina Allohning o'zigagina sajda qilishligini Alloh taolodan so'rab qolamiz. Hammasiga Alloh taolo hidoyat bersin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.